Marva Dental Shop'da bugun sizlar bilan yangi model CH9000 haqida gaplashamiz. Birinchi patnasidan boshlaymiz. Patnaslari katta va keng qilib ishlab chiqarilgan, pasient oyog'i tegib ketmasligi uchun nakayishga qo'yadigan joylarni orqaga va oldinga bemalol surib ishlatsak bo'ladi. Nakayishga qo'yadigan joylari 5 taga mo'ljallangan, komplektatsiyasida nimalar bo'ladi? Vodovozdux bo'ladi. Ikkita turbinka bo'ladi, mikromotor, primoy, uglovoy, skeller ledli bo'ladi va albatta zashitkasi bilan birgalikda. Sensoriga o'tamiz. 3 ta vrach bemalol boshqarsa bo'ladi. Rentgenlarni, risunkalarni ham ko'rishimiz mumkin. 3 ta sahraneniyada qilib ishlatamiz. Albatta sensor orqali. Sensorga ham garantiya beramiz. Juda sifatli mahsulotlardan ishlab chiqarilgan. Plastmassalari har bitta joyida oliy toifadagi bo'lganligi uchun biz stress va artganimizda sarg'ayib yoki dars ketmaydi. Chiroqlari yoqqaningizda ingliz tilida "Sammani yoqding" deb gapiradi. O'zimizga moslab ishlatsak bo'ladi. Har bitta rangi o'zgarganida bu yerda ham rasvetkalari o'zgaradi. Galma-galdan 3 xil formatda ishlatishimiz mumkin. CH9000 kojasiga ahamiyat beramiz. Bichilishlarni juda akkuratni qilib ishlab chiqarilgan, eko kojadan bo'lganligi uchun pasient soatlab o'tirsa ham terlamaydi. Garantiya beramiz kojasiga ham. Undan tashqari uzunligiga ahamiyat beramiz. Pasient qancha bo'ylari uzun bo'lsa ham oyoq osilib qolmaydi. Patsientning og'irligiga qarab ham kreslo tezligi o'zgarmaydi. Bemalol 150-160 kilogacha pasient tezligi o'zgarmasdan ko'taradi. Ana endi iStent tarafga o'tamiz. iStent taraflama endi vrach boshqaradigan hamma funksiya mavjud. Chirog'i, suvi, tepa-past ko'tarishi va 2 xil rejimi ham mavjud. Bitta vazifada 2 ta rejimni boshqarsak bo'ladi. Komplektatsiyasida bu yerda ham sveto lampa woodpecker originali bo'ladi, vodovozdux pistoleti bo'ladi, atsos, suli nasoslari mavjud va albatta plus taraflaridan bittasi boksimizni 90 gradusgacha burilishida. Bu degani sizga iStent yordam berganda qiyinchiliklarsiz yordam beradi va boksiga ahamiyat beramiz. Boksiga ranglari urilgan color model hisoblanadi. Plivashkalarimiz ham bemalol 90 gradusgacha burilib, plivashka olinganligi uchun sredstvada bemalol artib 100% sterilizatsiya qilsak bo'ladi. Plivashka olinmaydigan joylarda sterilizatsiya 100% qilish juda ham qiyin. Bu iStentga neudobstvo, ya'ni noqulayliklar yaratib beradi. Baklashkalari tashqaridan qilib ishlab chiqarilgan 1 litr bo'ladi. Buni yechib taqish bizni ko'rganimizda tezroq bo'ladi. 1-2 ta kreslolarda boksini ichida bo'lganligi uchun burab yechishimiz juda ham qiyin bo'ladi. Buni hozir biz ko'rayotganligimiz uchun yechilishi ham taqilishi ham oson. Pedal orqali hamma funksiyani boshqarsak bo'ladi. Kresloni tepa-past, spinkasi, vodovozduxlarni ishlatsak bo'ladi. Kresloga garantiya 1 yil, yetkazib berish va uстановka shu summani ichiga kirgizilingan va 1 yildan keyin servis xizmatimiz mavjud.